90% anabolik steroid qabul qiladigan sportsmenlarda uchraydigan muammo bu ginekamastiya kasalligi hisoblanadi. Xo'sh, keling buni sabablarini o'rganib chiqamiz. Aytgancha, ginekamastiya faqat sportchilarda emas, ginekamastiya yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ham bo'lishi mumkin. Ona sutidan o'tilgan gormonlar hisobiga o'smirlik paytida 6 oydan 1,5 yilgacha davom etishi mumkin. Albatta, gormonlar junbush keladi va gormon muvozanati buzilishi hisobiga va albatta eng ko'p uchraydigani kattalarda bo'ladigan ginekamastiya kasalligi hisoblanadi. Xo'sh, umuman olganda ginekamastiya o'zi erkaklarda uchraydigan ko'krak bezi to'qimalarini kattalashishi hisoblanadi. Birinchi asosiy sababi bu gormonal muvozanatning buzilishi, ya'ni estrogen balandlab ketyapti, testosteron tushib ketyapti yoki bo'lmasam qalqonsimon bez gormonlari, hipertireoz holatlari yoki bo'lmasam prolaktin gormoni yuqorilab ketishi sabab bo'ladi. Va keyingi sababi juda ham ko'p erkaklarda uchraydigan sabablardan biri dori-darmonlar hisoblangan. Ya'ni antidepressantlar yoki bo'lmasam antiandrogen gormon dorilar yoki bo'lmasam sportchilar qabul qiladigan anabolik steroidlar hisobiga kelib chiqadi. Uchinchi katta sabablardan biri zararli odatlar, ya'ni ichish, chekadigan bemorlarda, ayniqsa giyohvand moddalar iste'mol qiladigan bemorlarda bu kasallik aniq uchraydi. Bundan tashqari bir necha kasalliklar, jigar kasalliklari, seroz deymiz yoki bo'lmasam buyrak yetishmovchiligi holatlari yoki bo'lmasam erkaklarda moyak bilan bog'liq arxit, arxoepidemit mana shunday yoki bo'lmasam bosh miyada uchraydigan gipofiz bezi kasalliklari va semizlik ham mana bu kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda ham ginekamastiya kasalligiga shubha bo'lsa, bir necha oylab, yillab ko'kragingizda bezlar paydo bo'lib, kattalash holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu amaliyotni tezda bajarib beramiz.